Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugun biz o'tadigan mavzumiz, fanimiz O'zbekistonda yer suv munosabatlar tarixi qadimgi davrdan hozirgi kungacha bo'lgan davrni o'z ichiga olgan fanning, demak, magistr yo'nalishi talabalariga bugungi darsimizni boshlaymiz. Bu Xiva xonligida yer suv munosabatlar hisoblanadi. Buning demak rejasi Xiva xonligining siyosiy hayoti, Xiva xonligida yer egalik tuzumi, Xiva xonligida soliq va majburiyatlar, Xiva xonligida irrigatsiya tizimi. Bu rejasi quyidagilardan iborat. Endi albatta har bir mavzuning tarixshinosligi va manbashunosligi bo'ladi. Mavzuning tarixshinosligi quyidagidan iborat. Ushbu mavzu Xiva xonligining vujudga kelishidan to Rossiya imperiyasi tomonidan, ya'ni tugatilgunga qadar bo'lgan yer suv munosabatlarini qamrab olgan. Mavzuning manbashunosligi Rashidov, Musayev juda ko'plab, ya'ni tarixchi olimlarning asarlarida mavzuning manbashunosligini bilib olishimiz mumkin. Endi albatta Xiva xonligining siyosiy hayoti quyidagilardan iborat bo'lgan. 1510-yilda Shayboniyxon vafotidan so'ng Xorazm hududi Eron shohi Ismoil tomonidan bo'ysundirildi. 1510-12-yillarda Xorazmning Eron shohining noiblari idora qilar edi. Ammo 1512-yilda Xorazm hududida Eroniylarga qarshi xalq harakatlari boshlandi. Ushbu harakatga Vazir shahrining Ustyor, Ko'hna Urganchda 60 kilometr uzoqlikda joylashgan bu shaharni 15-asrda o'zbek xonlaridan bo'lgan, ya'ni Umar Shayx boshchilik qiladi, Mustafoxon barpo etgan qozi. Endi albatta 1512-yilda Xorazmning obro'li shayxlaridan bo'lgan shayx ota avlodlari ko'chmanchi o'zbeklarning Berka sulton avlodlaridan bo'lgan Elbarsxonga maktub yo'llab, uni Xorazm taxtiga taklif qiladi. Ya'ni bu mamlakat hududi hozirgi Turkmanistonning janubiy qismi, Eronning shimolidagi Seraxis viloyati, Mang'ishloq, Abulxayrxon, Durun hisobiga ancha kengaytiriladi. Ammo o'zbek sultonlari va shahzodalari o'rtasida siyosiy birlik yo'q edi o'sha paytda. Tez orada ular o'rtasida hokimiyat uchun o'zaro kurashlar avj olib ketadi. 1538-yilda qisqa muddat Xorazmni egallashga muvaffaq bo'ladi. Mag'lubiyatga uchragan Avaneshxon oilasi bilan Shayboniylar tomonidan qatl etiladi. Endi 16-asrning ikkinchi yarmida Hoji Muhammad xon 1558, 1593, 1598, 1602-yillarda uning hukmronligi davrida Xorazmdagi o'zaro urushlarga biroz barham berilib, tinchlik, osoyishtalik o'rnatildi. Sug'orish, dehqonchilik, hunarmandchilik, savdo-sotiq ishlariga jiddiy e'tibor qaratildi. Ayniqsa, tashqi savdo ham to'xtab qolgani yo'q. Hojimxon hukmronligi davrida poytaxt Urganchdan Xivaga ko'chirildi. Ya'ni 1556, 98, 1602, 1621-yillar, 1557, 1603-yillarda, ya'ni o'sha poytaxtning ko'chirilishini bilishimiz mumkin. Endi albatta ayrim manbalarda 16-asrning 70-yillari, 90-yillarda buning asosiy sababi Amudaryoning o'z-o'zanini o'zgartirib, Kaspiy dengiziga oqmay qo'yishi natijasida Urganch, uning atrofidagi hududlar, ya'ni suv tanqisligini seza boshlaydi. Ikkinchidan, bu Xivaning bu davrda siyosiy, iqtisodiy mavqei ancha kuchayadi, siyosiy savdo markaziga aylanishiga sabab bo'ladi. Poytaxt Xivaga ko'chirilgandan so'ng davlat ham Xiva xonligi deb atala boshlaydi. Albatta Xiva xonligida yer egaligining tuzumi bu davrda xonlikni 800 mingga yaqin aholisi bo'lib, ularning 65%ni o'zbeklar, 26%ni turkmanlar, qolgan qismini esa qoraqalpoq qozoqlar tashkil etgan.
aholining ko'pchiligini tashkil etgan o'zbeklar qabila urug' bo'lib xonlikning shimoliy qismida, asosan Amudaryoning quyi oqimidagi yerlarga borib istiqomat qilganligini bilamiz. Endi albatta Xiva xonligi Titnak, Hazoras, Xonqa, Urganch, Qo'shko'pir, G'azovat, Qiyot, Shahoboz, Toshhovuz, Ambarmanoq, Gurlan, Ko'hna Urganch, Chumanak, Qo'ng'irot deb ataluvchi 15 ta viloyatga, ya'ni Beshariq, Qiyot, Qo'ng'irot deb ataluvchi ikkita noiblikka xonning bevosita o'ziga qaram bo'lgan tumanlarga bo'lingan edi. Albatta, egalik shakliga ko'ra Xiva xonligida yerlar ham Buxoro xonligida bo'lgani kabi 3 ga bo'lingan. Davlat yerlari, mulk yer, amlok yerlar deb atalgan, shaxsiy mulklar, xususiy yerlar deb atalgan, uchinchisi esa masjid, madrasalarga qarashli bo'lgan vaqf yerlari hisoblanadi. Ayni paytda Xiva xonligida yer egaligi Buxoro, Qo'qon xonligi yer egaligidan farq qilardi. Xususan xon va uning qarindoshlari barcha yerlarni deyarli yarmidan ko'piga egalik qilishgan. Qolgan yerlar esa davlat ixtiyorida bo'lgan, vaqf yerlardan albatta tashqari hisoblanadi. Davlat yerlari ijarachi dehqonlar tomonidan mehnat qilinganligini biz bilamiz. Endi albatta xon boshqa xususiy mulk yerlarda dehqonchilik qiluvchilar yarimchilar deb atalgan. Bunday yerlar atalishiga ularni yetishtirgan hosilning yarmiga egalik qilganligini, uni xonning qarindoshlari o'zining xususiy yerlarida, ya'ni davlatga soliq to'lamas edi. Biz buni tarix darsliklarida ham o'rganganmiz. Davlat soliqlarida ruhoniylar, katta amaldorlar, Tarxon yorlig'ini olganlar ozod qilingan. Mayda yer egalari esa xonavayron bo'lishda davom etardi. Ular o'z yerlaridan judo bo'lishiga olib keldi. Albatta, Xiva xonligida soliq va majburiyatlar quyidagilardan iborat edi. Xiva xonligida ham soliq va majburiyatlar haddan tashqari ko'p bo'lgan. Asosiy soliq salg'ut, ya'ni yer solig'i deb atalgan. Bundan tashqari olg'ur, ya'ni bu bir yo'la olinadigan, alg'ut ham deyiladi, bir yo'la olinadigan soliq hisoblanadi. Bundan tashqari juda ko'plab, masalan, miltiq puli, juda arava oluvch, chopar puli kabi mana bu yerda juda ko'plab biz soliq turlarini keltirganmiz. Juda ko'plab soliq turlari haqida ma'lumotlar bor. Endi bundan tashqari mehnatkash xalq, o'sha tinkasini qurituvchi bir qancha majburiyatlar ham bor edi. Bular begar, ya'ni begar bu 12 kunlik davlat majburiyati bo'lib, unga ko'ra qishloqning har bir xonadonidan bir ikki kishidan odamlarni to'plashar edi. Ular har yili turli xil qurilish ishlariga jalb etilar edi. Ular kanallar qazishda, yo'llarni tuzatishda jalb etilgan. Qazuv esa bu butun bir qishloq aholisining katta kichik kanallarni bir qismini tozalashga safarbar etilgan majburiyat hisoblangan. Endi bundan tashqari ichki va abxura qazisi ham bo'lgan. Bu har yili kanallarning suv taqsimlagichlarini tozalash majburiyati bo'lgan. Bundan tashqari hachi bo'lgan. Hachi bu himoyat dambalarini qurish, ularni tozalash kabi majburiyatlar bo'lgan. Otlarni esa bu xonning ovida qatnashish uchun lashkarlikka keladigan majburiyatlar bo'lganligini biz bilamiz. Albatta, O'rta Osiyo hududida bo'lgani kabi Xiva xonligida ham yer egaligining quyidagi shakllariga hukmronlik qilar edi. Bu davlatga qarashli yerlar, ya'ni bu podshohlik yerlari, xususiy shaxslarga qarashli yerlar, diniy muassasalarga qarashli yerlar yoki bo'lmasa vaqf yerlari hisoblanadi. Endi albatta podshohlik yerlari bevosita davlatga, xonga tegishli bo'lib, u avloddan avlodga meros bo'lib o'tgan. Davlat yerlari doimiy sug'oriladigan ekinbob yerlardan tashqari tashlandiq yerlar, qumlik, adirlik, yaylovlar ko'p bo'lgan
to'qayzorlar ham kirganligini bilamiz. Davlat yerlari, bosib olingan hududlar, xonga qarshi mulkdorning musodara qilingan yerlari, yangi yerlarni o'zlashtirilishini hisobiga ham bu yerlar kengayib borgan. Bundan tashqari, davlat yerlari xon tomonidan mulkdorlarga, ijarachi dehqonlarga, bevatanlarga foydalanish uchun ham bo'lib berilganligini bilishimiz mumkin ekan. Endi bunday yerlardan davlatga olingan hosilning 40-50% mahsulot yoki bo'lmasa pul ko'rinishidagi soliqlar undirilganligini bilamiz. Endi xonlikning suvga yaqin bo'lgan o'troq, markaziy tumanlaridagi unumdor, serhosil yerlarning asosiy qismi bu mulkdorlar qo'lida bo'lgan. 20-asrning birinchi yarmiga oid ma'lumotlarga ko'ra, yer egalariga tegishli yerlar xonlikda barcha sug'oriladigan yerlarning yarmidan ko'prog'ini 20-asrning birinchi yarmida tashkil etilganligini bilamiz. Albatta, demak, biz sizlarga, hurmatli talabalar, mana shu topshiriqlar ham beramiz. Bu mavzu bo'yicha manbashunoslik, tarixshunosligini ko'proq murojaat qilish orqali bu mavzuni chuqurroq egallashingizga yordam berishini bilishimiz mumkin.